Tabiatdagi eng dahshatli ongni boshqarish voqealaridan biri oddiy beshiktervatar ichida yuz beradi. Uning tanasida qilchuvalchang deb ataluvchi parazit yashirinib yotadi. Haftalar, ba'zan oylar davomida bu chuvalchang o'z xo'jayini ichida sizgina o'sib boradi. Beshiktervatar odatdagidek yashashda, ov qilishda va oziqlanishda davom etadi. U boshqa bir jonzot sekin asta boshqaruvni o'z qo'liga olayotganidan bexabar bo'ladi. Vaqti kelib, chuvalchang tashqariga chiqishga tayyor bo'lganda, u shunchaki qochib ketmaydi. U beshiktervatarning miyasini qayta dasturlaydi. Hasharotda to'satdan, tabiatan unga xos bo'lmagan g'alati istak paydo bo'ladi. U suv qidira boshlaydi. Aslida sog'lom beshiktervatarlar suvdan uzoq yurishga harakat qilishadi. Ammo bunisi o'ziga tegishli bo'lmagan buyruqqa bo'ysunib, to'g'ri suv tomon intiladi. Suv bo'yiga yetgach, parazit hasharotni suvga sakrashga majbur qiladi. Beshiktervatar ko'pincha cho'kib ketadi. Uning tanasi suv tubiga g'arq bo'lar ekan, chuvalchang undan tirik holda chiqib oladi va hayotini davom ettirish uchun suzib ketadi. Xo'jayin halok bo'ladi. Parazit esa omon qoladi.